Do'stlar, men metroda pul tarqatmoqchiman. Son aytasizmi, pul yutib olasiz? Son ayting, pul yutib olasiz. 1 dan 100 gacha yoqtirgan soningiz. Necha? 90-pul sizga aka. Mazza qilib sanab ketasiz. Oling aka. Yo'q, aka, qo'limda telefon bor aka. Sanang o'zingiz. Faqat xatni bo'ldi, qo'yaver. Do'stlar, ato'laga metroda pul tarqatish men o'ylaganchalik oson emas ekan do'stlar, chunki bu yoqda ham bu yoqqa qimilyapti. Qiynalib ketaman do'stlar. Lekin shunda ham xalqimizga pul tarqatishni to'xtatdingizlar. Qani yo'q, ketdi. Nechidasiz? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, O'yinlarimiz halol, pokislar. Temur Bakmatchi bo'lib qo'ying. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, voy. Gapmi, mayli aka, qarang. Bu pullarni hammasini sizga beraman agar siz Temur Bratga yo Temur Bratda homiylarga podpiska bosgan bo'lsangiz, mana shu yerda 6 million pul bor. Sizga bera olaman. Yo'q, ha? Mayli, yutug'ingizni oling aka, meni xafa qilmang. Oling aka, meni xafa qilmang. Do'stlar, qaranglar, biz o'sha metrolarda pul tarqatishni boshladik. Bizlarni kuzatishda davom etinglar do'stlar, qarang.